Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun yo'talninki sababi va uni bartaraf qilish degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi yo'talning nima ekanligi, uning qandoq paydo bo'lganligi, uning turlari va uni bartaraf qilish to'g'risida qisqacha to'xtalaman. Tövəndə diqqətinizlər bu leksiyanın təfsilatı bolsun. Yo'tal nəfəs yolunun ravanlıqqa kapalat qilish jarayonidagi təbii refleks bo'lib, nəfəs yolu hər xil g'idiqlığıcı moddalarga yo'liqqan vaqtida yo'tal orqali uni tozalab, badan sirtiga chiqarib tashlab, sog'lomlikni qo'g'daydi. Ya'ni yo'tal badanning o'zini qo'g'dash mexanizmining bir qismi. Yo'talning nurg'un sabablari bor bo'lib, u ba'zida faqat ma'lum g'idiqlashning natijasi bo'lsa, ba'zida u ma'lum kasallikning signali. Masalan, qurg'oq havo, istutak yoki kuchli puroq qatorliqlar kikirdak yoki kanayni g'idiqlab, yo'talni keltirib chiqardi. Kanay va o'pka yallig'iga giribtor bo'lgandimi, yo'tal paydo bo'ladi. Yo'talning turlari. Yo'talning turlarini o'xshamagan jihatlardan bir necha o'xshamagan turlarga bo'lish mumkin. Bu yo'talninki qo'zg'alish va davom qilish jarayoniga qarab yo'talni jiddiy xarakterlik yoki qisqa muddatlik yo'tal deb ayirish mumkin. Bu xil yo'tal normalda bir necha kundan bir necha hafta davom qiladigan bo'lib, u odatdagi zukam, yuqumliq zukam, burun yallig'i, kekirdak yallig'i yoki bo'g'iz yallig'i qatorliq yuqori nafas yo'li yuqumlanishdan kelib chiqadi. U yana o'pka yallig'i yoki jiddiy xarakterlik kanach yallig'iga o'xshash to'van nafas yo'li yuqumlanishdanmi kelib chiqishi mumkin. Undan boshqa yana allergiya, chang, to'zang, istutak, sovuq havo, kuchlik puroq yoki ziqqa, kana yallig'i qatorliq ost xarakterlik kasalliklar jiddiy qo'zg'algan vaqtida jiddiy yoki qisqa muddatlik yo'tal kelib chiqishi mumkin. Yo'talninki qo'zg'alish ahvoli va uning davom qilish ahvoliga qarab, yana yo'talni ost xarakterlik yoki uzunga so'zilgan yo'tal deb ayirish mumkin. Bu xil yo'tal normalda 6 haftadan uzun davom qiladigan bo'lib, u odatda ost xarakterlik kana yallig'i, ost xarakterlik o'pka yallig'i, ziqqa, qayta yuz bergan oshqozon kislotasining yenishi va uning o'pkaga kirishi qatorliq sabablardan kelib chiqadi. Undan boshqa o'pka raki bo'libmi kanayga yaqin yoki kanayda paydo bo'lgan rak kasali, tamak chekish, bulg'angan havo qatorliqlarmi ost xarakterlik yoki uzunga so'zilgan yo'talni keltirib chiqarishi mumkin. Yo'talni, ya'ni yo'tal bilan birlikda kelgan ba'zi binormal ahvolga asosan tuvandagi bir necha turga ayirish mumkin. Birinchisi faqat kunduzligi yuz beradigan kunduzlik yo'tal. Bu xil yo'tal faqatla kunduzi yuz beradigan bo'lib, kechada qo'zg'almaydi. Ikkinchisi faqat kechada yuz beradigan kechilik yo'tal bo'lib, bu xil yo'talmi kunduzlik yuz bermay faqat kechilikka yuz berdi. Buningki ba'zi farqli sabablari bor. Uchinchisi qusish bilan birga yuz beradigan yo'tal. Ya'ni bu yo'tal normalda ko'ngli ilishish, qusish bilan birga yuz berdi. Bu xil yo'tal ko'pincha ahvolda bolalarda ko'p ko'rildi. To'rtinchisi quruq yo'tal. Ya'ni bu hech qanday tükürük yoki balg'am bo'lmaydigan yo'tal bo'lib, ko'pincha ahvolda nafas yo'li g'idiqlanishdan
g'idiqlanish bilan munosabatlik bu xil yo'tal shu tükürük yoki xalpik bo'lmaydigan quruq yo'tal ko'pinchisi mushu nafas yo'lining g'idiqlanishi bilan munosabatlik. Beshinchisi balg'amlik yo'tal. Bu balg'am yoki tükürük bor yo'tal bo'lib, ko'pincha ahvolda nafas yo'li yoki o'pkaning yallig'lanishidan kelib chiqadi. Yo'talning sabablari, ya'ni yo'talni paydo qiladigan sabablarni tövəndikidək bir neçə çoğ türgə və o türlər tarmağıdakı nurg'unlagan kichik türlərə ayırış mümkün. Onun içində birinci çoğ türü g'idiqlıgıcı yoki allergiya qilg'uvchi. Bularningki birincisi tamaka və istitak, ikkinchisi kuchlik puroq, uchinchisi mushu mold uyning ichidagi ko'kirib qilish. Ya'ni bu shu bir xil mikroorganizm bilan munosabatlik. Bu mikroorganizm garchi bizning nafas yo'limizga bevosita kirmagan bo'lsa-mu, uylarda mushuna ko'kirib qiladigan bir narsalarni paydo qilish orqali undan chiqqan ba'zi chang to'zang yoki puroqlar bizning nafas yo'limizni g'idiqlab yo'talni paydo qilishi mumkin. Andan keyin chang to'zang, gulchechak, mushu uyda boqqan hayvon yoki hayvonninki tuklari, andan keyin balg'am, mushu ig'izda ba'zi odamlar balg'am jiq ishlab chiqaradigan ahvollar bor. Balg'amni yo'talni paydo qildi. Andan keyin ba'zi dorilarningki aks ta'sirlari. Bular mushu g'idiqlag'uchi yoki allergiya qilg'uvchi kategoriyasidagi yo'talni paydo qiladigan sabablar. Ciddi xarakterlik yo'talni keltirib chiqaradigan kasalliklar. Ya'ni oldida so'zlab o'tganimiz asosliqi shu nafas yo'lini g'idiqlag'uvchi bilan nafas yo'lida allergiya paydo qiladigan sabablar bo'lsa, hamda tövəndə so'zlaydiganim shu jiddiy xarakterlik yo'talni keltirib chiqaradigan kasalliklar. Ularning ichida eng ko'p uchraydigani odatdagi zukam, yuqumliq zukam, o'tkir xarakterlik kanay yoki kanaych yallig'i, ya'ni jiddiy xarakterlik kanay yoki kanaych yallig'i, burun yallig'i, o'pka yallig'i, ko'k yo'tal, ziqqa, allergiya, ikkinchi qo'l yoki uchinchi qo'l tamak chekish. Bular mushu jiddiy xarakterlik yo'talni keltirib chiqaradigan ya'ni kasallik yoki bizningki badanimizdagi benormalliklar. Ost xarakterlik yo'talni keltirib chiqaradigan kasalliklar. Bularning ichida mo'yin bo'g'ini so'zilma xarakterlik kanaych yallig'i, ya'ni ost xarakterlik kanaych yallig'i, ziqqa, allergiya, o'pka raki, kanaych raki, ost xarakterlik nafas yo'li to'silib qilish yoki o'pka kesili, oshqozon kislotasininki yenishi, ya'ni yotgan vaqtida yoki bo'lib uxlagan vaqtida oshqozondagi suyuqlikninki yenib chiqib o'pkaga kanayga kirib ketishi, kekirdak benormalligi, burni iqish, ya'ni burnidan suv sirtqa oqmay ichki tarafga, ya'ni nafas yo'liga iqishi, yurak zaiflashish va boshqa yurak kasalliklari. Bular mushu ost xarakterlik yo'talni keltirib chiqaradigan kasalliklar, muhim kasalliklar hisoblanadi. Albatta, buningdan boshqa yana nurg'un sabablar bizning yo'talishimizni keltirib chiqarishi mumkin. Bu yuqorida men so'zlagan uch cho'ng turdikisi mushu normalda 90% dan ortiq yo'talga sabab bo'ladigan omillar. Undaqda bu yo'talni biz qanday bir taraf qilamiz? Biz yo'talga vaqtida uning qanday muomala qilishimiz kerak degan vaqtida birinchisi oldi bilan amal qilib yo'talashni keltirib chiqargan sababni tepib chiqish kerak. Chunki men yuqorida o'tgandagidek bu yo'tal badanning kasallikdan saqlash mexanizmininki bir qismi bo'lg'achqa, yo'talning sababini bilmay turib, uni kontrol qilish ba'zida texmi ig'ir kasallikni yoshirib qo'yib, uni vaqtida bir taraf qilishni kechib turib qo'yishi mumkin. Shunlashqa yo'tal paydo bo'lgan vaqtida uni oldirab to'xtataman demay, uning sababini amal qilib
bilish kerak. Sababini bilgandan keyin shuningga qarab bir taraf qiladigan gap, agar sababini bilmay turib, uni oldirab to'xtatgan vaqtida ba'zida ba'zi ig'ir kasallarni yoshirib, uni vaqtida davolashni kechiktirib qo'yishi mumkin. Ikkinchisi, yo'talni keltirib chiqargan sabablardan saqlanish yoki uni bir taraf qilish. Misolan, bulg'angan muhitda uzun turmaslik, tamaki chekmaslik deganlikdek. Uchinchisi, agar bu yo'talning sababi aniq bo'lsa, biz o'zimizni rahat qilish uchun yo'talni to'xtatamiz degan vaqtida oldi bilan mushu asal solgan choy ichib chiqishimiz, albatta, uningdan boshqa mushu retseptsiz nurg'un dorilar bor. Ularni ishlatib, yo'talni to'xtatish orqali o'zimizni rohatlantirsak bo'ladi. To'rtinchisi, yo'tal to'xtatish dorisini ishlatish. Beshinchisi, agar yo'talning sababi aniq bo'lmasa yoki yo'tal 1-2 haftadan uzun davom qilsa, cho'qim doktorga ko'rinib, o'pkani rentgenga oldirish. O'pkaning iqtidorini tekshirish kerak. Oltinchisi, agar yo'tal faqat kechida yuz bersa va oshqozon kislotasining yinishi bo'lsa, ya'ni biz ochiq bir narsa his qilsak, ya'ni uyqudan uyg'ongan vaqtida ig'izda ochiq ta'm bo'lsa, kechida uxlagan vaqtida yostiqni egiz qo'yib uxlash. Shuning bilan bir vaqtda oshqozonni tekshirib beqish kerak. Chunki oshqozon kislotasi, ya'ni suyuqligi biz uxlayotgan vaqtida o'zimiz tuymagan holda yinib, mushu oshqozon nimaga o'pkaga kana kirib ketgan vaqtidami bu uzunga so'zilgan yo'talni paydo qilishi mumkin. Shunglashqa bundaq ahvol bor deb gumon qilganlar uxlagan vaqtida yostiqni egiz qo'yib uxlash bilan birga cho'qim doktorga berib oshqozonni tekshirib beqishi kerak. Chunki biz odatda biz yo'tal bilan doktorga borsak, oshqozonimizni tekshirtib jumaymiz. Chunki bu yerda men yo'talsam nima oshqozonimni tekshirtaman deb qarashimiz mumkin. Ammo bu oshqozonniki yinishi, ya'ni oshqozon suyuqligining yinib o'pkaga kirib ketishi ba'zida uzun muddatlik yo'talni paydo qildi. Bu nihoyatda muhim. Shunglashqa bu yerda qarindoshlarga men alohida eskartib o'tdim. Yettinchisi, kanay va o'pkada yallig'lanish bo'lsa, yalliqqa qarshi dori ishlatish, ya'ni antibiotik ishlatish. Buni men eng oxiriga qo'ydim, chunki ko'pincha yo'tallar odatdagi bir taraflar qilish orqali saqib ketishi mumkin. Albatta, bu boshqa amallar bilan bir taraf qilib saqaymagan vaqtida yoki o'pkada boshqa kasal alomatlar bo'lgan vaqtida, bo'lib qizitma bo'lgan vaqtida kana yoki o'pka yallig'iga giribdor bo'lgan bo'lish ehtimolligi yuqori. Bunday vaqtida cho'qim antibiotik dorisi ishlatish kerak. Agar bu xil ahvol bo'lmagan vaqtida oldirab antibiotik dorisi ishlatish hojatsiz. Bugungi bu yo'talniki sabablari va uni bir taraf qilish degan temadagi qisqa leksiyani mishad oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglar ko'pdan ko'p rahmat. Alloh hammanglarning tinini salomat qilsin. Ko'rishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Xudo omonat.